Sharq Turkiston sürgünlük hükümeti bu vatan satqınlarının bu xil rezil ve şermendeçilik hareketlerine qat'iy qarshi turdi ve qo'lidan kelgan imkonlarning hammani qo'llangan holda ularning to'g'riliqni tunib haqiqatga qaytishini dalolat qildi. Bularni vatanparvarlik niqobi ostida Xitoylar ve Xitoychilar bilan birlashib Sharq Turkistonning xalqarodagi mustaqillik davosini avtonomiya davosiga tushirib berishga sodalashgan siyosiy dallallar yoki guruhlar yoki shaxslar deb qarashdagi dalil isbotlar zodi nimalardan iborat? Bularning dalil isbotlari tuvandikicha. Birinchi Dünya Uyg'ur qurultiyi. Ertede. Yuqorida ismlari izhor qilingan Erkin Eliptikin boshlig'idagi, ya'ni boshlig'ida qurilib, andin Rabia Qodirga o'tkazib berilgan Xitoy parastlik yoki Xitoydan ayrilib mustaqil yashashga ko'zi yetmaslik kesili zakistin tekkan kishilar ishg'oliyatchi Xitoylarga yaqindan maslashgan holda avtonomiya bayrog'ini egiz ko'tarib Sharq Turkistonning mustaqillik kurashiga haqorat qilmoqda. Masalan, bular garchi o'lim yetim, to'y to'kin, nazirchiroq, mashrab, piknik yoki hayit bayramlardagi tabiiy yig'ilishlarda mant bo'lib chiqishga o'zimizning jamoatlarimizning orasida xuddi yurt uchun mustaqillikdan boshqani targ'ib qilmaydigandek hech kishiga gap bermay cho'qan ko'tarsimi, lekin xalqaroliq sahnalarda Sharq Turkistonning mustaqillik davosi haqida biror ish qilish u yoqda tursin, tillari tutilib bu haqda biror so'zni qilib solmaydi. Hatto muxbirlar bu haqda savol so'rgan taqdirda ham zuvallari tutilgan holda bu savolga hargiz aniq javob bermay, yana gapni obdurumchilikqa burmulab, org'ini katning tekitadi. Uning ustiga biz qilmagandan keyin yoki biz qilolmagandan keyin seningmi qilmasliging lozim deb hatto Xitoylarmi ishlatmaydigan iboralar bilan mustaqillikni targ'ib qilishning o'zi bir ko'nlilik, joyillik, saranglik, uning ustiga qilaman deb qilolmaslik, texidimmi sharmandachilik, yurtni faqat yurtkilarla ozod qila oladi. Zaman sana bakmasa, sen zamanға bak. Bizde lider yok. Yoki lider çıkmaydı. Çıksın ular çokum vatandagi turmularda yetayotganlardan chiqadi deb ta'tir tashviqot elib berish orqali mustaqillikni tashabbus qilg'ichi vatandoshlarimizning jangovarlik ro'yiga sovuq suv sepdi. Mana bular o'zlarining yuqoridagi mustaqillik kurashimizga qarta tutgan passiv va taslimchilik ko'z qarashlariga asosan 2000-yilning oxirida Estoniyada o'tkazilgan Dünya Uyg'ur qurultayida Xitoylar bilan Sharq Turkistonning mustaqillik davosini tilga olmaslik sharti ostida kommunist Xitoy hukumatiga qarshi birlashma ahdnoma tuzgan. Bu ahdnomaning naq maydonda tortilgan videosi hozir arxivimizda mavjuddir. Men aslida surgundagi hukumatini birlik qurishga ularning ham ishtirok qilishlarini so'rdim. Lekin bular menga biz qurmaymiz va qurolmaymiz. Sen nima bo'lsan qurib baq deb mazaq bilan javob berdi. Ve hükümetin kuruluş zamanlarında ceninin berice bütün dünyadaki bulakmı Washington'daki apartman çaparmenlerini seferberlik getirip hükümetini kurdurmaslıkta tırıştı.
Eng ahırda kurulup bolgan hükümetini yuqurda izhar qılingandek Xitaylarga o'xshashda tunumaydiganligini e'lon qildi. Sürgündeki hükümet kurulup dünya xaritasidan oldi o'rin elib bo'ldi. Hatta qurimizda qurolmay qolgan taqdirda ham bu umumning manfaatini nazarga olgan asosda bundaq bir hukumatni qurishga intilishning o'zi bir sharafli ish bo'lar edi. Agar sizlarning degininglardek qurimizda qurolmay qolgan yoki quruluq bo'lib uzoq o'tmayla vayron bo'lib yo'qab ketganlik sharmandasizchilik bo'ladigan bo'lsa, u holda tarixda atalarimiz tarafidan qancha qatim qurilib halok bo'lgan imperatorliklar, davlatlar, xonliklar va bo'libmi o'tgan asrning o'ttirlarida arqadan qurilib yo'qolib ketgan Sharq Turkiston Cumhuriyatlari sharmandasizlikmi, namus qilmaydigan aqlli siyosiy yo'llar tarixdan beri tak surgundagi Sharq Turkiston hukumatining qurilishi qadar qurilgan barliq hukumatlarning qurilishiga bizdek istiqlolchilar sabab bo'lib kelayotgan bo'lsak, ammo uning qurilmasligiga yoki qurilgan taqdirda ham uzoq o'tmay halok bo'lishiga sendek to'g'riliqni ko'rolmaydigan vatan qoillari sababchi bo'lib kelyapti. Sharmandchilik deb mana buni deymiz. Bundan boshqa yana qanday xitoychiliklarni isbotlaymiz. Ikkinchi, Uyg'ur Amerika uyushmasi haqida. Uyg'ur Amerika uyushmasi, ya'ni UAA ning 2003-yili Sharq Turkistonning mustaqillik davosini qat'iy tilga olmaslik va targ'ib qilmaslik sharti ostida hozir uni iqtisod bilan ta'minlayotgan Washingtondagi NED bilan tuzgan ahdnomasining buning zoti kimlar tarafidan va kimning manfaati uchun xizmat qiladigan tashkilot ekanligini aniq ko'rgili bo'ladi. Uchinchi, Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bölümü haqida. Erkin Asiya Uyg'ur bölümünün siyosiy jihatda tarafsiz turgan holda yurt deshida Sharq Turkiston xalqining manfaati uchun harakat elib berayotgan organlar, tashkilotlar va shaxslar haqida xabar bermasdan faqat o'zlari bilan siyosiy jihatda o'xshash ko'z qarashdagi guruhlarning yoki o'zlariga sodiq bo'lgan shaxslarning qilmishlaridan xabar berishdek nachar illatlar mavjud. Masalan, surgundagi Sharq Turkiston hukumati qurilishdan boshlab ta hozirgacha bo'lgan 2 yil muddat ichida Istanbulda elib berilgan faoliyatlardan boshqa hukumat to'g'riliq Erkin Asiya radiosi joylashgan Washington shahrining o'zida va uning bir qancha minutlik qo'shni bo'lgan Virginia shtatida cho'ng kichik bo'lib o'nlarcha yig'in va muzokara elib berildi. Ammo dunyoning har qanday yerida Uyg'urlar va yoki Sharq Turkiston to'g'riliq cho'ng kichik biror xabar tafsilot berib kelayotgan radiodagi muxbirlarimizning bu hukumatning xabariga kelganda ko'zlari ko'r bo'lib, quloqlari pang bo'lib, zuvoni tutilib ketdi. Ammo bular bu haqda hukumat qurilib bo'lib 70 kundan keyin yaqinda Amerikada e'lon qilingan surgunda hukumatni Amerika tashqi ishlar idorasi bugun muxbirlarga bergan javobida tunimaydiganligini aytdi deganlar bir jumla so'zini berdi.